Ayollarda orqaga jinsiy aloqa qilish nimaga olib keladi? Xo'p, birinchi navbatda bu gigiyenически juda ham xunuk holat. Sababi anal teshigi atrofida juda ham ko'p infeksiya, bakteriyalar bor, juda ham. Olatni qayrilishiga, travmasiga, sinishiga olib keladi. Ayolda anal teshigida treshinasiga olib keladi. Treshina degani yorilishiga olib keladi. Chunki anal teshigining mushaklari qin mushaklariga o'xshash mushaklardan tuzilmagan. U yerda ya'ni kengayib torayadigan mushaklardan tuzilmagan. Shuning uchun ham orqaga jinsiy aloqa qilish tibbiyotda ham, dinda ham hamma joyda taqiqlangan. Lekin biza ko'p zamon bilan ko'rishadigan bo'lsak, orqaga jinsiy aloqa qilish Yevropada ham bor, O'zbekistonda ham eshitganman, qulog'imga chalingan shu sohani odamlar kelishadi. Ommalashib boryapti shu narsa. Bu yaxshi emas. Buni odamlarning miyasiga singdirishga harakat qilishayotgani bir tomondan demografически qaraydigan bo'lsangiz, odamlar bolalar qinga aloqa qilib emas, orqaga aloqa qilib ham qondirsa bo'ladi degan narsani miyasiga singdirib, bolasizlikni ko'paytirishga harakat qilishadi. Tushundingizmi? Menda bor shunaqa. Erkaklarda ham, ayollarda ham bu narsa orientatsiya buzilishi degan anaqa xulosaga kelinadi. Ya'ni normal, sog'lom jinsiy aloqa qila olmaslik. U ko'p video ko'rgan va o'sha videodaqa qilishga harakat qiladi. U videoda buni miyasini zaharlaydigan, orientatsiyasini buzadigan roliklar turadi va o'sha narsani bu amaliyotda sinab ko'rishga qiziqadi, harakat qiladi. Qani, mana bu yerga tiqib ko'rsam qanaqa bo'ladi, bu yerga bunaqa qilsam qanaqa bo'ladi va bu yerda qanaqa kayf olaman, qanaqa maza olaman degan narsa bo'ladi. Lekin bu narsa hamma tomonlama taqiqlanadi, maslahat berilmaydi. Hattoki menga kelgan Fayoz aka, erim bilan ajrashdim, nimaga? Chunki erim orqamga aloqa qilishni xohlaydi degan ayol ham kelgan. Shunaqa holatlar bor.